Bugungi kunda aholining murojaatlarini tinglash, ularning muammolarini hal etish, tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash davlat va jamoat tashkilotlarining asosiy vazifalaridan biriga aylangan. O'zbekiston Ekologik partiyasi tomonidan G'ijduvon tumanida o'tkazilgan sayyor qabul misolida mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati, O'zbekiston Ekologik partiyasi fraksiyasi rahbari o'rinbosari Oybek Rahimov hamda Xalq deputatlari viloyat kengashi deputati Murodjon Umarov tomonidan G'ijduvon tumanidagi Zarafshon mahallasida sayyor qabul o'tkazildi. Uchrashuv davomida mahalla aholisi tomonidan ichki infratuzilmani yaxshilash, kommunal xizmatlar sifatini oshirish, bandlikni ta'minlash, ijtimoiy soha hamda aholini o'ylantirayotgan boshqa dolzarb masalalar yuzasidan murojaatlar bildirildi. Bunday sayyor qabullar aholini qiynayotgan muammolarni joyiga chiqqan holda o'rganish, ularning yechimini topish hamda deputatlar va fuqarolar o'rtasidagi ochiq va samarali muloqotni yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda. E'tiborli jihati, tadbir jarayonida saylovchilarning bir qator muammolari o'z joyida hal etildi. Jumladan saylovchilarning hududdagi qabristonda elektr energiyasi hisoblagichini o'rnatish borasidagi masalasi tumandagi mas'ul tashkilotlar tomonidan deputat aralashuvi bilan shu kunning o'zida hal etildi. Tadbir davomidagi har bir murojaat sinchiklab o'rganildi. Qo'shimcha o'rganish hamda muayyan vaqt talab etadigan masalalar deputatlik nazoratiga olinib, tegishli tashkilotlarga deputatlik so'rovlari yuborilishi belgilandi.